Yaqinda qizimdan SMS oldim. Dada, bir narsaga hayron qolaman deb yozibdi qizim. Bir o'zingiz ishlab, bizni qanday boqqansiz? Bitta oylikka 4 ta farzandni o'qitgansiz, ichirgansiz, yedirgansiz, kiydirgansiz. Biz kuyovingiz bilan ishlab, 1001 tejab tergab qizimga kecha zo'rg'a palto olib berdik. Xudo bergan qizim, Xudo bergan deyman unga. Lekin ichimdagi gapni unga aytmayman. Biz ham bitta emas, ikkita bo'lib ishlaganmiz demayman. Deya olmayman. Ishonmaydi. Lof deb o'ylaydi. Xayol uzoqlarga olib qochadi. Men davlat idorasida 133 so'm oylik olardim deya ichimda qizim bilan gaplashaman. Keyinchalik u 150, 200 ga ko'tarildi. Oylik olgan kunim uyga bozor qilsam, onang quvonish asnosida dakki berardi. Kartoshkani qimmat topsiz, sabzi qo'yliqda yarim bahosida sotilyapti, sholg'omni yupqa po'slisidan oling, chiqitga kamroq chiqadi. Tabiiyki, bu gaplardan keyin bozor ham onangning zimmasiga tushadi. Chunki onang biladiki, meni boyvachcha fe'lligim bilan oyning ikkinchi yarmida qo'ni-qo'shnidan qarz izlashga to'g'ri keladi. Uyimizda gilam bo'lmasa-da sholchamiz bor edi, lekin 4 ta bolaning to'p-to'pidan keyin ham uyimiz ozoda turardi. Oshxonadan tortib balkonga dovur chinniday yaraqlardi. Hamma narsa batartib edi va hozirgacha shunday. Vaholanki, uyimizda cho'rimiz yo'q edi. O'sha sen, shuningdek, boshqalar ham peshonasiga ishlamaydi degan tamg'a bosgan onang bor edi. Akangni kiyimini ukang, seni kiyimingni singling kiyib katta bo'ldi. Kiyimlaringni yamog'i bo'lishi mumkin edi, lekin kiri yo'q edi. Ichki kiyimlar qariyib sotib olinmas, mashinkada onangni o'zi tikardi. Nevaralar paydo bo'lganda onang bog'chadan akangni bolaligidan qolgan eski kiyimlarini, garchand kelinoying burnini jiyirsa-da chaqaloqqa kiydirgandi. Onang tikkan ko'rpacha-yu yostiqlar, darparda-yu dasturxonlar endilikda eskilik sarqiti bo'lib qaysi bir tokshalarda yotibdi. Vaholanki, ortiqcha kiyim sotib olishga bizni qurbimiz yetmasdi. Tikuvchi-yu ko'rpachiga berishga oyligim kamlik qilardi. Bilasan,